Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi dars mashg'ulotimiz boshlang'ich ta'limda innovatsiya integratsiya fan mavzumiz. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya integratsiya fanining predmeti, maqsad va vazifalari. Ma'ruzasi boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Jovliyev Jo'rabek bo'ladi. Ma'ruza mashg'ulot mavzularini yozib olishingiz mumkin. Biz bugungi darsimizni 4 ta reja asosida amalga oshiramiz. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya integratsiya fanining tarixi va rivojlanishi birinchisi, ikkinchisi fanning maqsad va vazifasi, uchinchisi fanning predmeti va metodologiyasi, to'rtinchisi ilmiy tadqiqot metodlari, ularning tasdiqlanishi. Albatta siz bu rejalarni yozib olyapsiz. Bugungi dars mashg'ulotimiz, ma'ruza mashg'ulotimiz shu 4 ta reja asosida amalga oshiramiz. Sizga turli xil savollar bo'lsa, darsdan keyin ma'ruza mashg'ulotini tinglab bo'lganingizdan keyin aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Endi so'z boshimizni prezidentimizning so'zlari bilan boshlaymiz. Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlar xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lolmaymiz. Shavkat Mirziyoyev so'zlari. Undan keyin innovatsiya so'zining ma'nosi. Innovatsiya so'zi lotin tilidan kelib chiqqan bo'lib, yangilik, kiritish degan ma'noni bildiradi. Bu so'zlar bu taqdimotimizni yozib olishingiz mumkin. Innovatsiya so'zi lotin tilidan kelib chiqqan bo'lib, yangilik, kiritish degan ma'noni bildiradi. Keyingisiga o'tamiz. Innovatsiyaning tarixi haqida. Innovatsiya tushunchasi birinchi marta AQShda 20-asrda madaniyatshunos olimlar tomonidan aniqlangan va paydo bo'lgan. 20-asr boshlarida biror bir bilim sohasiga yangilik kiritish va qo'llash fani yuzaga keldi. Bu so'z innovatsiya dastlab mahsulot ishlab chiqarish sohasida texnik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o'rgatgan. 30-yillarda AQShda innovatsion firma siyosati, innovatsion jarayon atamalari paydo bo'ldi. 60-70-yillarda g'arb firmalari va boshqa korxonalarda amalga oshirilayotgan yangiliklarni tekshirish keyin quvvat joydi. Shu bilan birga yangiliklarni tekshirish ikki asosiy sohaga qaratiladi. Ularning har birida o'zlarining nazariy va metodologik madaniyati ustun turadi. Keyingisiga o'tamiz. Innovatsiya tushunchasini to'liqroq ma'nosi. Lotin tilidan olingan bo'lib, inga novus yangi, ya'ni yangilanish, o'zlashtirish, qandaydir yangilikni kiritish, yangini joriy qilish, yangilik kiritish ma'nolarini bildiradi. O'z navbatida yangi so'zi ushbu tushunchaning asosiy yadrosini tashkil qiladi. Odatda yangilanish tushunchasi ta'limda ko'p hollarda o'zgartirish tushunchasi bilan sinonimdir. Agar ushbu o'zgartirish keng qamrovli bo'lsa va butun ta'lim tizimini o'zgartirsa, unda islohot tushunchasi bilan izohlanadi. Lekin barcha o'zgarishlarni yangilik deb qarash to'g'ri bo'lmaydi. Chunki yangilik o'zida avval boshdanoq qo'yilgan vazifalarni yangilanishini maqsad qilib qo'yadi. Keyingisiga o'tdik. Innovatsion o'zgarishlarni sezish, anglash har qanday o'qituvchiga xos bo'lavermaydi. Bu yerda asosiysi o'qituvchining o'zi yangilikni sezishga psixologik jihatdan tayyor bo'lishi kerak. Nishon Aliyevni fikri. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, integratsiya tushunchasi. Integratsiya lotin tilidan olingan bo'lib, integra umumiylikni to'ldirish, yaratish, tiklash demakdir. Ta'lim mazmunidagi uyg'unliklarni ta'minlash muammolari ham integratsiyalashning shug'ullanadigan sohasi hisoblanadi. Bu tushunchalarni umumlashtirishni o'rgatish, ta'lim va tarbiyada esa bilimlar, tushunchalar, ko'nikmalar va malakalarni shakllantirishlarni umumlashtirib, qonun yoki qoida ko'rinishiga keltirishni amalga oshiradi. Keyingisiga o'tamiz. Hurmatli talabalar, siz innovatsiya, integratsiya haqidagi tushunchalarni to'liqroq o'rganish uchun o'zingiz mustaqil o'zlashtirasiz degan umiddaman. Bugungi hayotimizda bu so'zlar ta'lim tizimimizda, ayniqsa bizning boshlang'ich ta'limimizda integratsiyalashgan ta'lim,
Innovatsion pedagogika tushunchalari keng tarqalgan va ommabop so'z hisoblanadi, tushuncha hisoblanadi. Integratsiya tushunchasini yanada ko'proq o'rganish uchun mustaqil ta'lim mavzularimiz ham berilgan va yana qiziqadigan bo'lsangiz sizga qo'shimcha adabiyotlar ham tashlab beramiz. Bu mavzularni chuqurroq o'rganishingizga yordam beradi. Integratsiya g'oyasi 18-asrning 20-yillarda ingliz olimi Gebrit Spencer tomonidan fanga kiritilgan. Integratsiya muammosi hal etish borasida olimlar bir muncha ishlarni amalga oshirganlar. Rivojlangan davlatlarda ta'lim mazmunini integratsiyalash borasida muhim dolzarb ishlar amalga oshirilgan. Angliya, Yaponiya, Vengriya, Gonkong davlatlarida ta'lim mazmunini integratsiyalashga erishilgan. Keyinchisi, ta'lim-tarbiyani takomillashtirishda integratsiya muammosi bilan shug'ullanadigan olimlar uning ahamiyati haqida to'xtalib, unga turlicha ta'rif berganlar. Integratsiya o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashga yangicha yondashuv. Integratsiya yangi sifat. Integratsiya ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi. Integratsiya o'zaro bog'langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirish, yaxlit holga keltirish. Integratsiya tarqoq, bo'lak-bo'lak, ayrim holdagi narsalarni bir butun yaxlit tizimlashgan holatga keltirish. Integratsiya turli fanlarga oid bilimlarni yagona maqsadni hal etishga yo'naltirishdan iboratligini anglash. Integratsiya olamning yaxlitligini, bir butunligini ifodalaydi kabi yuzdan ortiq ta'riflar mavjud. Integratsiya ta'riflari. Integratsiya bir nechta o'quv predmeti, material metodikasining vazifasi va yagona maqsadiga tabiiy bo'ysundirish asosida tuzish usuli. Siklovskayani fikri. Bundan keyingisi integratsiya ta'riflar. Integratsiya predmetlararo bog'lanishning eng yuqori darajasi. Umumiy metodologik prinsiplar asosida muammoni kompleks o'rganish yo'li. Tarasovning fikri. Keyingisi integratsiya o'qitishning fanlararo sifatida yangi darajaga ko'taruvchi, bir butun bilimlar monoliti nima yaratishga imkon beruvchi vosita. Lyudmila Nikolayevna Baharevaning fikri. Integratsiya predmetlardan beriladigan bilimlarni umumiy platformasini topish, bilimlarni yaqinlashtirishning umumiy platformasini topish. Yuriy Mixaylovich Kalyaginning fikri. O'quv fanlararo aloqadorlikni ta'minlagan sharoitda o'quvchilar egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularni idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. O'quv fanlararo aloqadorlikni turli o'quv predmetlari bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklar mutanosibligini ta'minlovchi didaktik imkoniyat sifatida tushunish mumkin hisoblanadi. Keyingisiga o'tsak, keling endi quyidagi statistik ma'lumotlarga e'tibor beramiz. Agar o'quvchi suhbat yuritilayotgan mavzuni o'qib o'rgangan bo'lsa, 2 haftadan so'ng u so'ralsa shu mavzuni 10% ma'lumotini gapirib beradi. Eshitib o'rgansa, o'qituvchi tomonidan gapirib berilganda olgan ma'lumotlarning 20%ni eslab qoladi. Ko'rgazmali jadvallar, rasmlar ko'rsatilgan va olgan ma'lumotlar 30%ni eslab qoladi. Ko'rib ham eshitib bir vaqtimizda, ya'ni televizor, kompyuter, internet orqali olgan ma'lumotlarni 50%ni eslab qolish mumkin. O'zaro muhokama qilganda bir necha o'quvchi birgalikda fikr almashib muhokama qilishlaridan olgan ma'lumotlarning 70%ni eslab qoladi. Keyingisi shaxsan his qilganda. Agar har bir o'quvchi o'z tanasida sezishi, aytilgan fikr mulohazalarning haqqoniyligi, ya'ni hayotdan real misollar ko'rsatilishi orqali olgan ma'lumotlarni 80%ni eslab qolishi mumkin. O'qitish orqali o'quvchilar o'qiganlarini, tushunganlarini bir-biriga gapirib, tushuntirib berishlar, takrorlash orqali olgan bilimlar 95%ni tushunadilar va eslab qoladilar. Xuddi shuning uchun ham zamonaviy o'qitish usullaridan interfaol usullar samarali hisoblanadi. Hurmatli talabalar, bu yerda yangi so'z interfaol.